Biz ajoyib zamonda yashayapmiz. Mahsulot va xizmatlarning tanlovi juda keng. Ammo yana va yana sotib olish ishtiyoqi haddan ziyod. Hayotimizga internet va raqamli texnologiyalarning kirib kelishi uni yaxshigina o'zgarishlarga olib keldi. Sizlarga hayratga soluvchi haqiqatni ko'rsataman. Yorqin reklama, chegirmalar, internet insonlarni o'ziga tortib, dunyo ularsiz yashash mumkin bo'lmagan ko'plab narsalar borligini ko'rsatdilar. Ehtiyojlar davri va butun dunyo o'rgimchak to'ri ulardan to'xtashi juda qiyinligi bilan xavfli. Ushbu narsalarning barchasi bizga juda kerakdek tuyuladi. Ko'p mutaxassislar ushbu asrni ehtiyoj asri deb atay boshladilar. Savdoning dvigateli deb esa neft ham, bilim ham, hatto pul ham emas, tasavvur qiling, inson deb e'lon qilindi. Aynan inson barcha buyumlarni birinchisiga ega bo'lish maqsadida dunyo pul aylanishiga sabab bo'ladi. Qizig'i shundaki, yil sayin u to'ymas bo'lib bormoqda. Mashhur aktyor Denzel Washington o'z intervyularidan birida shunday deydi: "Hozirgi paytda yangiliklarni o'qimasangiz, siz bexabarsiz. O'qisangiz, noto'g'ri ma'lumotga ega bo'lasiz." Muammo shundaki, hozirgi kunda barcha haqiqatga emas, birinchi bo'lishga intilmoqda. Bu haqiqat yoki yolg'onligi, kimgadir zarar berishi yoki nobud qilishi muhim emas. Asosiysi birinchi bo'lish va qimmatroqqa sotish. Singapurdagi eng katta savdo-sotiq bozori har yili shunday amalga oshadi. Odamlar mahsulotga birinchi ega bo'lish uchun erta tongdan kelishadi. Hatto kechasi bilan o'sha yerda tunab qolishadi. Barchaning istagi yangi mahsulotga birinchi bo'lib ega chiqishdir. Qizig'i shundaki, yangi mahsulot eskisidan hech qanday farq qilmaydi. Amerika hajviy shousi xaridorlarni yangi mahsulotlarga ega bo'lishi uchun shunchalik kirishganlarini namoyish qilish maqsadida ularga ikkita bir xil modeldagi mobil telefonlarni berib, birini eski, ikkinchisini esa yangi model deb tanishtirdilar. Insonlar yangi modelga ega bo'lishga berilganliklaridan eski modelni yangi sifatida qabul qildilar. Mutaxassislarning fikricha, insonlar aldanishlaridan hatto o'zlari mamnundirlar. Reklama pul ishlashning samarali usuli ekanligini bila turib, unga aldanadilar. Vaziyat dahshatga soladigan darajaga boradi. Olimlarning ta'kidlashicha, insonlar dahshatli tezlik bilan tubanlashib bormoqdalar. Insonlar boshqa o'qish va rivojlanishni istamay qo'yishdi. Zamonaviy avlod hech narsaga qiziqmay qo'ydi. Ixtiro qilish istagi yo'q, faqatgina ehtiyojni qondirish istagi mavjud xolos. Deloitte kompaniyasining 2016-yildagi tadqiqotlariga ko'ra, biz hech qachon hozirgidek smartfonlarimizga bog'liq bo'lmagan ekanmiz. Research kompaniyasining aniqlashicha, Facebook foydalanuvchilar soni 2 milliardga yetgan. Buning ustiga kompaniyalar, odamlar kuniga o'rtacha 50 daqiqa tarmoqda mavjud bo'lar ekanlar. Tarmoqlarni birgina afzalligi shundaki, ular insonga keraklilik va tegishlilik hissini beradi. Shu asnoda jonli muloqotdan uzoqlashtirib qo'yadi. Avatarkalar ortiga berkinish va o'z hayotimizni timsolini Instagramda yaratish orqali biz hayotimizni hatto o'zimiz sezmagan holda virtual dunyoga o'tkazdik. Texnik jihatdan rivojlanish albatta yaxshi. Undan voz kechish kerak emas, ammo fikrlamaydigan qulga aylanib qolishning ham hojati yo'q. Har qanday ijobiylik ham me'yoridan ortsa zarar keltira boshlaydi. Eng muhimi muvozanatni topa olish. Balki o'ylab ko'rish vaqti kelgandir. Telefonni bir chetga qo'yib, o'zimiz haqiqiy hayotimizni his qilishimiz kerakdir. Axir hayot juda ajoyib, uni virtual hayotga almashishga arziydimi? Tabiat qo'yniga chiqing, yaqinlaringiz bilan ko'rishing, farzandingiz bilan sayr qiling, shunchaki atrofga nazar soling.